Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Quyosh paneli qanday holatlarda ishlab chiqarishi susayadi, pasayadi. Bu holatni biz siz bilan realni ochiqlab beramiz. Stanka qilib qo'yilgan shu stansiya orqali sizlarga qisqacha tushuncha beramiz. Quyosh paneli qaysi holatlarda yomon ishlaydi. Xo'p, mana ko'rib turganlaringizdek 40 kilovatlik qo'yilgan. 40 kilovat avtostanka qilib qo'yilgan. Canadian Solar 550 wattli P-Type eski model. O'tgan yilgi versiyasi. Bu yilgilar N-Type chiqqan, Topcon. KPDlari ham yuqori bo'ladi. Bu eski versiya bo'yicha qo'yilgan panellarimiz qancha ishlab chiqar ekanini hozir mana inverter tablosida ko'rsak bo'ladi. Ikkiga bo'lib qo'yilgan, bitta 10 kilovatli, bitta 30 kilovatli inverterga ulangan. Jami 40 kilovatlik Growatt inverteri qo'yilgan. Bu umumiy qancha chiqaryapti? 10 kilovatdan 2 kilovat chiqaryapti. Ko'rib turganingizdek, 30 kilovatli inverterimizdan umumiy chiqarayotgani 9 kilovat 800, salkam 10 kilovatga yaqin chiqaryapti. Bu Growatt versiya inverter Canadian Solar panel. Nimaga bu kam chiqaryapti? Buni misollarini ko'ramiz. Sabablari kabellari deylik o'zini PV 1/6 kabellar ulangan. Qavatli tomondan kabellar yaxshi to'g'ri ulangan. Mana nimaga kam chiqar ekan sababidan birinchisi, ko'rib turganlaringizdek panel chang, juda ham chang holatda turibdi. Bu yuvilmagan, artilmagan. Deylik o'sha o'rnatilgandan beri bir bo'lsa artilmagan, yuvilmagan. Shuning uchun bu birinchisi. Ikkinchisi, hech qachon panelni qo'ygan paytda bu daraxtni tagiga, soya tushadigan joyga qo'yish tavsiya etilmaydi. Chunki mana ko'rib turganlaringizdek, mana daraxtni soyasi tushadigan joy ustida mana daraxtni barglari turibdi-da, mana shu ham to'sib turibdi-da. Juda ham mana hozir 10 kilovatlik bilan o'sha 30 kilovatligiga qaysidir bo'limlari ulangan. Bu ulangan panelda ustiga bunaqangi musor tushib turibdi. Bu o'zini effektini buzibgina qolmay, qolganlarda ham koeffitsiyentini tushirib yuboradi. Shuni hisobiga panelda hozir ishlab chiqarish juda ham kutgan natijadan ancha kamroq. Bugun mana 2025-yilda 4-fevral kuni turibmiz, qishki kunida. Quyoshimiz ham yaxshi darajada nur sochgani yo'q. Mana shu holatda, eng yomon holatda ham mana ko'rib turganlaringizdek, bittasidan 10 kilovat, bittasidan 2 kilovat elektr energiya ishlab chiqarib beryapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi yangiliklar bilan sizlarni xabardor qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.